Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Musaffo gilam yuvish fabrikasiga sizlar bilan birgalikda sayohat qilamiz. Gilamlar, adyallar, pardalar, ko'rpalar qanday yuviladi, qanday tozalanadi va egasiga qanday yetib boradi, shular bilan yaqindan tanishib chiqiladi. Ko'pchilik gilam yuvishda oddiy jarayon deb o'ylaydi, lekin bu bir necha muhim bosqichlardan iborat. Sizlar bilan yaqindan tanishamiz. Ketdik. Bizning fabrikamizda olib ketish va yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Bizning xizmat turlarimiz bilan tanishtiradigan bo'lsam, gilam, adyal, parda, parko'rpa, ko'rpacha, yakandoz, yumshoq mebellar xonadonga borib yuvib beriladi. Endi sizlar bilan yuvish jarayoni bilan yaqindan tanishamiz. Bu joy bizning yuvish xonamiz. Bu yerda qilinadigan ish birinchi bo'lib gilamlar yoziladi, ustiga suv sepiladi. Keyin Turkiyadan kelgan maxsus yuvish vositalarimiz bor, shu bilan qo'llanadi. Undan keyingi jarayon rotor apparatimizda gilamni yaxshilab tozalab yuviladi. Undan keyingi jarayon suvlari siqiladi va maxsus quritish apparatimizga solib quritiladi. Parda va adyollarni esa maxsus Turkiyadan keltirilgan 30 kilolik kir mashinamizda yuvamiz va har bir mijozning mahsuloti alohida tozalanadi. Bu ko'rib turgan joylaring quritish xonamiz. Bizda quritish xonamiz ham ikkiga bo'linadi, qishki va yozgi. Hozir ko'rib turgan joylaring yozgi quritish xonamiz. Bitta havo aylanishi juda ham yaxshi. Quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushib, gilamlarning ranglarini o'zgartirmaydi va hidlanish bo'lmaydi. Bu joy bizning qishki quritish xonamiz. Bu xonada mahsulotlar uzog'i bilan 12 soatda qurib 100% qurib chiqib ketadi. Bunga erishish uchun xonadagi namlikni va ortiqcha bakteriyali havoni tashqariga tortib, tashqaridan esa toza havoni ichkariga olib kirib beradigan maxsus ventilyatsiyali tizimlarimiz mavjud va qishki sovuq kunlarida isitish vositalarimiz ham mavjud. Shuni hisobiga bu xonamizdagi mahsulotlarda hech qanday hidlanish va bakteriyalar bo'lmaydi. Bu joy bizning qadoqlash xonamiz. Bu xonamizda mahsulotlar har biri alohida e'tibor bilan har qanday qolgan mayda-chuyda zarralardan ham toza bo'lib, plisoslanib, har xil jarayonlardan o'tib, qadoqlanib, keyin o'zimizga ma'qul kelsagina mijozni xonadoniga jo'natamiz. Agar sizga ham bunaqa professional xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqing. Shunga o'xshash foydali tavsiyalarni bilish uchun Musaffo Klinik sahifasiga albatta obuna bo'ling.